Tavba, Xudoyimning qudrati bilan qaranglar. Mana bu qo'y 2 hafta oldin tug'gan edi. Bolasi уже mana bunda bo'lib qo'ygan. Bugun mana yana bitta tug'ib beryapti. Bunga nima deysizlar mana? Hozir tug'di mana. Xudoyimning qudrati bilan. Hayronman, hech bunaqa narsani ko'rmagan edim. Mana bu tug'gan qo'ylarning qo'rasi, hammasi bola. Mana bu yoqda tug'magan qo'ylar. Mana hozir tug'ib turibdi. Bu yerda hamma qo'y tug'gan. Assalomu alaykum hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari. Mana videoni boshiga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerdagi masala shundayki, bitta hayvon, ya'ni qo'y tuqqan, oradan 2 hafta o'tib yana tuqqan. Ya'ni egizak bolalari o'rtasida tug'ilish jarayonida 2 hafta vaqt bor. Bu qanchalik haqiqat, ya'ni bu qanchalik to'g'ri haqiqatga yaqin kela oladi? Shunaqa narsalar hayotda bo'ladimi degan juda ham ko'p hozir savollar, ayniqsa meni o'zimga mana guruhlarda ham savollar berilyapti yoki lichkamga ham juda ham ko'p savol berilyapti ayni shu mavzuda. Ya'ni bu to'g'ri masala, ya'ni mumkin, bu albatta Allohning qudrati, Allohning ilmini albatta chegarasi yo'q. Bizning aqlimiz ojiz. Bu albatta mumkin narsa, chunki hayotda kuzatilyapti. Masalan, bundan oldingi agar videolarga e'tibor beradigan bo'lsak, avvalo kanalda yangi bo'lsangiz, podpisatsiya tugmasini bosing, bitta like bosing hamda videoni keng tarqalishida o'z hissangizni qo'shing. Bundan oldingi videolarimizni agar ko'rsangiz, ya'ni kanalga a'zo bo'lib, oldingi videolarda ko'rsangiz, aynan shu masala bo'yicha, ya'ni tug'ish masalalarini kechikishi bo'yicha biz video tayyorlaganmiz. Hozirgi savol undan sal farqliroq, ya'ni egiz bolalarning o'rtasidagi vaqt masalalari bo'yicha. Bunga ham hozir aqlimiz yetganicha, qo'limizdan kelganicha javob berishga harakat qilamiz. Videoni kuzatishda davom eting. Mana e'tibor beradigan bo'lsak, bu qin dahlizi, ya'ni urg'ochi hayvonlarda qin dahlizi. Bu tashqi endi tashqi holati, bu qin dahlizi. Organizmda ichida kechadigan jarayonlarni hozir ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Mana shuncha masofadan keyin, ya'ni taxminan bu har xil hayvonning turiga qarab masofalar, ya'ni mayda shoxli hayvonlarda, odamlarda yoki umuman yirik shoxli mollarda, yirik shoxli mollarda o'zini ham zotlariga qarab qin dahlizini uzunligi har xil bo'ladi. Masalan, olaylik, o'rtacha qo'ylarda misol 10 sm, 15 sm atrofida, yirik shoxli mollarda 30-35 sm. Bu ahamiyati yo'q. Qin dahlizi uzunligi hamda har bitta mavjudotda, ya'ni urg'ochi mavjudotlarda shayka matka degan narsa bor, ya'ni bachadon bo'yni bor. Qin dahlizidan keyin bachadon bo'yni bor. Bu bachadon bo'ynini darvozasi, ya'ni ko'pchilik assimilyatorlar yaxshi biladi. Bu bilganlarga eslatma, bilmaganlarga tushuncha. Qin dahlizidan keyin shayka matka bor, ya'ni bachadon bo'yni bor. Hayvonlar kuyukka kelgan vaqtlarida bachadon bo'yni ochiladi. Bachadon bo'yni ochiladi hamda urug' tushgan paytida urug'lar o'sha tuxum hujayra bilan reaksiyaga kirishib, ya'ni otalanib homila hosil bo'ladi. Endi bachadonda ko'pchiligimizga ma'lum 2 shoxi bo'ladi. Ya'ni bachadonlar 2 shoxli bo'ladi. Mana shunday tartibda 2 shoxda bo'ladi. Xuddi mana shu ko'rinishda bachadonning shakli. Endi bu yerda tuxum hujayralar bo'ladi. Mana bu yerda urug' hujayralar kiradi. Mana shu yo'sinda jinsiy munosabat yuzaga kelgandan keyin
urug' va tuxum hujayralar aralash holatlarda harakatda bo'ladi. Endi otalanish jarayoni shundayki, homila bachadonni qaysidir bir shoxida shakllanadi. Masalan, egiz hayvonlarda ham, ya'ni egiz tug'adigan hayvonlar, bu ko'proq egiz tug'ish protsessi bu urg'ochi hayvonlarga bog'liq. Egiz tug'adigan qo'ylarda bachadonni bitta shoxida ikkita otalanish yuzaga kelib qolishligi mumkin. Ya'ni mana buni yaxshi tushunib oldik. Bu tuxum hujayra, bu urug' hujayra. Endi tasavvur qilaylik, mana shuni homila deb. Bir-biriga qo'shilgandan keyin, ovulyatsiya bo'lgandan keyin homila hosil bo'ladi. Mana bachadonni bitta shoxida ikkita hujayra birlashib otalanib qolsa, egizak bolalar rivojlanishni boshlaydi. Bu bittadan ikkita shoxda bo'lishi ham mumkin. Ya'ni ikkita egiz tug'adigan qo'yda bachadonni bitta shoxida alohida bola, mana bu bitta shoxida alohida bola hosil bo'lishi mumkin. Endi genetik mo'jiza shundayki, agar otalanish bitta shoxda bo'lsa, bularda deyarli farqi unchalik sezilmaydi. Ya'ni hajmda, katta kichiklikda, uni shaklida, masalan, oyoqlarini, burunlar, quloqlar shakllarida o'xshashlik deyarli bir xil bo'ladi. 95% holatda bir xil bo'ladi. Lekin ikkita shoxda alohida otalangan hayvonlarda, urg'ochi hayvonlarda bu ikki xil bo'lishi ehtimoli ko'proq. Masalan, o'ng shoxdagi bachadondagi o'ng shoxidagi bola nisbatan kattaroq, faolroq bo'lishi mumkin, chap shoxidagi nisbatan kichikroq bo'lishi mumkin. Agar alohida otalansa, lekin bir xilda bitta shoxda otalanib qolsa, ikkita homila, bularda tug'ilish vaqtlari ham bir xil, ya'ni ketma-ket bo'ladi, hamda shakl shamoyillar bir xil bo'ladi deyarli. Endi boyagi savol, ya'ni tug'ish vaqti qanday bu alohida bo'lishi mumkin? Ya'ni 2 hafta dash o'tib. Mana bu savolda javobi shu yerdaki, bachadonda o'ng shoxida otalanish yuzaga keldi. Ya'ni embrion bachadonni shoxiga tushib otalangandan keyin embrionlik davri boshlanadi bunda. Endi ikkinchi shoxda otalanish kerak bo'lgan homila bachadon bo'ynida otalanib qoldi. Ya'ni mana shu joyda otalanish yuzaga kelib qoldi. Tuxum hujayra bilan urug' hujayra qo'shilib, mana shu joyda, ya'ni videoni boshida aytib o'tdik, bachadon bo'ynini, shayka matkani 3 ta darvozasi bor. Agar mana bu darvozada otalanish yuzaga kelib qolsa, buni so'rilib ketish ehtimoli ko'p. Bu ko'p holatlarda so'rilib ketadi. Ya'ni homila shaklda o'tmaydi. Lekin ikkinchi darvoza bilan uchinchi darvozani oralig'idagi joyda otalanib qolsa, homila shu yerda hosil bo'lib qolsa, bu tabiiy faktorlarga asoslangan holatda bu yerda qancha yashashi Alloh biladi. Endi bu qancha bu yerda turadi. Tabiiy faktorlarga asoslanib bu tarafga qarab yurishni boshlab, hech qachon bu joyga kelmaydi, chunki bachadonni birinchi o'ng shoxi bekildi, sababi bu yerda otalanish boshlandi. Bu yerga o'tmaydi endi. Bu taraf ochiq turadi, chap taraf. 2 hafta vaqt ketadimi, 1 hafta vaqt ketadimi, 6 soat bundan kechroq bo'ladimi? Mana shu joyda otalangan embrion yurib boshlab bachadon shoxiga joylashsa, bu bachadon shoxiga joylashgan vaqtidan boshlab, o'sha soatdan boshlab buni embrional davri boshlanadi. Ya'ni agar bundan 2 hafta kech boshlansa bu davr, bu jarayon 2 haftadan keyin sodir bo'lsa, tug'ilish ham xuddi shunday. Ya'ni bu birinchi tug'iladi, 2 haftadan keyin bu tug'iladi. Bu qancha oldin otalanib, bachadon bo'yniga kelib joylashib, embrional davrni boshlagan bo'lsa, o'zi embrional davr tugagandan keyin tug'ilishni boshlaydi. Bu bunisidan qancha kech otalanib, shu yerga kelib joylashgan bo'lsa, shu vaqtda tug'ilish jarayoni yuzaga keladi. Bu tuqqandan keyin, ya'ni bu tug'ilgandan keyin 2 hafta oldin tug'ilish jarayoni sodir bo'lgandan keyin bachadon bo'yni yopiladi.
Chunki bu tarafda hali homila bor, bu hali yetilmagan, davom etyapti. Endi bu homila yetiladi, ya'ni 2 hafta bundan o'tib yetiladida hamda yana tug'ilish jarayoni boshlanadi. Bularda hech qanday noto'g'ri bir-biriga ta'siri yo'q. Sababi buni shoxi, ya'ni xonasi, agar oddiy aytadigan bo'lsak, buni xonasi alohida, buni xonasi alohida. Bu qachon yetilsa, bachadon bo'yni ochilib tushadi, bu qachon yetilsa, bachadon bo'yni ochib tushiladi. Ya'ni bu qachon yetilsa, shunda tug'iladi. Bunisi qachon yetilsa, shunda tug'iladi. Ikkalasini bir-biriga xalaqit beradigan holatlari mutlaqo kuzatilmaydi. Bu o'zini vaqtida, bu ham o'zini vaqtida tug'iladi. Bu endi albatta har bir ish Allohning izni bilan. Hurmatli kuzatuvchilar, hozirgi ma'lumotimiz agar tushunarli hamda qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bittadan like tugmasini bosing hamda mazkur videorolikda shunga o'xshash savollar bilan o'zini o'zi qiynab turgan chorva boquvchi mutaxassislarga yuborib qo'ying. Biz sizga har doim eng yaxshi va eng sifatlisini beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Salomat bo'ling.